سال هاست که دشمن، جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید. Bir 1968-yil 1-iyun 191 ta davlat yadroviy bomba yaratmaslik uchun kelishib olishdi va imzoladi. Isroil, Eron, xususan O'zbekiston ham bor. Hozir bo'lishi kerak bo'lgan urush boshlandi, hamma guvohi bo'lib turibdi. Hamma yoqda bombardimon. Isroil Eronga, Eron Isroilga bir-birini go'shtini yeyapti. Bunga bir nechta sabablar bor. Ya'ni Eron shu paytgacha NATOga a'zo bo'lmagan, lekin NATOga a'zo bo'lgan Yevropaning ba'zi davlatlari va Amerikaning siyosatiga qarshi chiqqan. Amerikani qarshi kelardi har safar va Eron anchadan beri yadroviy bomba yaratishga harakatni boshlagan edi. Bunga birinchi o'rinda Amerika qarshi chiqqan, lekin Amerika o'zi har safar guvohi bo'lib turganlaringda ochiqdan ochiq o'zi urush qilmaydi, kimdir gij-gij deydi. Kichkina lachachalarni vus deydi, o'zlari bosib ketadi. Mana birinchi qadamni Isroil boshlab berdi. Eron ham unga hujum qilyapti. Bugungi videoda men sizlarga ikkala davlatni harbiy qudratini solishtirib, tenglashtirib, qaysi biri kuchliroqligini ko'rsataman va videoning oxirida tahlil natijalarini sizga aytaman. Endi sizga hozir aytmoqchi bo'lgan narsam, birga bir urush haqqoniy bo'lgani yo'q. Buni ham e'tiborga olish kerak. Sizga ma'lumot beradiganim birga bir jang bo'lsa, hozir Eronga butun dunyoda hamma Yevropa va Amerika ham qarshi chiqyapti. Eron hozir yakka o'zi qolib ketdi. Bunga yordam berish mumkin bo'lgan davlatlar hozircha kuchsiz, lekin bunga Rossiya yordam berishi mumkin, Xitoy yordam berishi mumkin va yana bir nechta davlatlar, lekin hozirgi sheriklari unchalik ularga qarshi chiqadigan darajada emas. Meni videolarimni ko'rib like bosadigan meni birodarlarim, men Jasur, siz xarizmatik kanaldasiz. Videoning oxirida yana qayta ko'rishamiz. 3 million bonus tushdi menga. Agarda sizga ham bonus tushishini istasiz, kommentariyada silka bor, kirib xarizmatik promokodi bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million bonus beradi. Yaqin Sharq mintaqasidagi eng muhim davlatlardan biri bu Eron hisoblanadi. Mintaqaning ayrim davlatlari bilan murakkab munosabatlarga, shuningdek AQSh va G'arb davlatlarining sanksiyalar siyosatiga qaramay, bu davlat turli sohalarda, jumladan harbiy kuchlar sohasida ham o'z salohiyatini saqlab qolmoqda va mustahkamlab bormoqda. Yaqin Sharqdagi vaziyatning o'ziga xosligi, jumladan Isroil bilan ochiq qarama-qarshilik, Eron hukumati armiyani va uning qurollanishini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishga majbur bo'lmoqda. Eron yaxshi rivojlangan harbiy sanoat majmuasiga ega bo'lib, u turli xil qurol turlarini yaratish imkonini beradi. Bugungi kunda Eron armiyasi mintaqadagi eng qudratli armiyalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Eronda yadro qurolini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Eronning harbiy byudjeti 17 milliard AQSh dollaridan sal ko'proqni tashkil etadi. Qurolli kuchlar soni esa taxminan 650 ming nafarni tashkil etadi. Eron qurolli kuchlari tarkibiga quruqlikdagi qo'shinlar, havo kuchlari, dengiz kuchlari va IPK, ya'ni Islom inqilobi posbonlar korpusi kiradi. IPK ham o'zining quruqlikdagi havo va dengiz kuchlariga ega bo'lib, shuningdek raketa qo'shinlari va kiberoperatsiyalar kuchlarini ham o'z ichiga oladi. Quruqlikdagi qo'shinlar va posbonlar korpusi tank qo'shinlari, piyoda kuchlarni, artilleriya, harbiy havo mudofaasi va ta'minot qo'shinlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari ularning tarkibida desant diviziyasi va maxsus tayyorgarlikka ega bo'linmalari mavjud. Quruqlikdagi qo'shinlar qurollanishida taxminan 2000 ta tank mavjud. Ular orasida Rossiyaning T-72 tanklari, Eronning o'zida ishlab chiqarilgan Zulfikar va Karar tanklari, shuningdek eski Sovet va AQSh Britaniyada ishlab chiqarilgan tanklar T-55, T-62, M-47, M-60 va Chieftain bor. 800 dan ortiq zirhli jangovar mashinalar, jumladan Sovetning BMP-1, BMP-2, BTR-50, BTR-60, MTLB, AQShning M113 hamda Eronda BMP-1 va 2 asosida yaratilgan Barak va Cobra mashinalari mavjud. Shuningdek 5000 dan ortiq artilleriya qurollari va minomyotlar, katta miqdorda zenit artilleriyasi va qo'lga mo'ljallangan zenit raketa majmualari bor. Shuningdek Sovet va Shimoliy Koreya modellarining keyingi avlodlariga asoslangan 30 ga yaqin operativ taktika raketa majmualari bor.
maxsus tayyorgarlikka ega kuchlar bitta maxsus bo'linma diviziyasi va alohida tezkor harakatlanuvchi maxsus bo'linmalardan tashkil topgan. Ular quruqlikdagi qo'shinlarning tezkor javob beruvchi kuchlari hisoblanadi. Dushman hududini egallash va asosiy kuchlar yetib kelguniga qadar uni ushlab turish kabi vazifalarni bajaradi. Maxsus kuchlar eng jangovar salohiyatga ega deb hisoblanadigan bo'linmalardir. Bu Islom inqilobchi posbonlar korpusining Qudus kuchlari hisoblanadi. Bu bo'linma Eron tashqarisida o'tkazilgan maxsus operatsiyalarda katta jangovar tajribaga ega. Eronning quruqlikdagi qo'shinlarining umumiy soni taxminan 400 ming kishini tashkil etadi. Eron harbiy havo kuchlarida va YPK tarkibida harbiy maqsadlarda foydalaniladigan 500 ga yaqin samolyot bor. Ulardan 350 tasi jangovar va zarba beruvchi samolyotlar bo'lib, ular orasida eskirgan Amerikan F-4, F-14, F-5, F-111, shuningdek Sovet MiG-29, Su-24M, Su-25, eski Su-22 va Xetyol Jiang-7 samolyotlari mavjud. Transport va maxsus aviatsiya parkiga Amerika C-130, Boeing 747, C-707, Rossiya A-76 va boshqa samolyotlar kiradi. Eron taxminan 300 ta vertolyotga ega. Ularning 150 tasi jangovar vertolyotlardir. Jumladan amerikalik Cobra va Eronda ishlab chiqarilgan Shat vertolyotlari. Transport va maxsus vertolyotlar orasida amerikalik Chinook, Huey va rossiyalik Mi-17 ham bor. Eron harbiy rahbariyati uchuvchisiz dronlarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda Eronda taxminan 500 ta zarba beruvchi razvedka dronlari mavjud bo'lib, ularning barchasi mahalliy ishlab chiqarish hisoblanadi. G'arb davlatlari tomonidan Eronga havo zarbalari berish ehtimoli mavjud bo'lgan sharoitda havo hujumidan mudofaa tizimi alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirda Eron ixtiyorida 1500 dan ortiq uzoq, o'rta va qisqa masofali zenit raketa majmualari mavjud bo'lib, ular Rossiya, AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda Eron mintaqadagi eng kuchli havo hujumlaridan mudofaa tizimiga ega davlatlardan biri hisoblanadi. YPK tarkibidagi aerokosmik kuchlarida o'z ichida ballistik raketalar bo'lgan raketa qo'shinlari mavjud. Bu raketalar Shehab-1, Shehab-2 va Shehab-3 deb nomlanadi. Ularning zarba berish masofasi mos ravishda 300, 700 va 2000 kilometrni tashkil etadi. Shehab-3 raketalari yaqin sharqdagi istalgan nishonni yo'q qilish qobiliyatiga ega. Shuningdek, Eron o'ziga xos kosmik dasturga ham ega. Ayni paytda ularning orbitada razvedka maqsadidagi kosmik apparatlari mavjud. Eronning harbiy havo kuchlari va YPK aerokosmik kuchlari umumiy hisobda taxminan 50 ming kishidan iborat. Eron harbiy dengiz kuchlari esa turli manbalarga ko'ra 30 tagacha dizel elektrik suvosti kemalari, jumladan 3 ta Rossiyaning 877 proyekti, 3 ta fregat, 2 ta korvet, 24 ta raketa kateri, desant kemalari va ta'minot kemalariga ega. Dengiz piyodalari bo'linmalari ham mavjud bo'lib, ular ushbu turdagi kuchlar uchun odatiy bo'lgan vazifalarni bajaradi. Eron dengiz kuchlari tarkibida eng jangovar bo'linma bu Takovara nomli dengiz maxsus kuchlaridir. Ularning asosiy vazifalari razvedkada diversiya va quruqlikdagi eng murakkab maxsus operatsiyalarni bajarishdir. Eron harbiy dengiz kuchlarining umumiy soni taxminan 50 ming kishini tashkil etadi. Eronning 20-asr oxiridagi harbiy tajribasi bu 1980-yillarda Iroq bilan bo'lgan urushidir. Bu urush 20-asrning eng uzoq davom etgan va eng oxirgi to'liq urushi bo'ldi. Hech bir tomon to'liq g'alaba qozona olmadi, biroq Eron qarshi hujumlarda ma'lum yutuqlarga erishdi. Ushbu urushda harbiy havo kuchlari va dengiz kuchlari keng qo'llanildi. Har ikkala tomon ham kimyoviy qurollardan foydalangan. 21-asrda Eron qurolli kuchlari Suriya hukumatiga ekstremistlarga qarshi kurashda harbiy yordam ko'rsatmoqda. Bundan tashqari Isroil bilan harbiy qarama-qarshilik hali ham davom etmoqda. Isroil davlati tashkil topgan ilk kunlardan boshlab deyarli butun arab dunyosiga o'zini davlat sifatida mavjudligini isbotlashga majbur bo'lgan. Odatda bu huquqni asosan qurolli kuchi bilan isbotlashga to'g'ri kelgan. Bugungi kunda ham bir qator davlatlar Isroilni rasmiy davlat sifatida tan olmaydi. Bundan tashqari Isroilning bir necha qo'shni davlatlar bilan hududiy mojarolari mavjud. Bularning barchasi deyarli doimiy harbiy tahdid holatda bo'lishi Isroilni barcha yo'nalishlarda kuchli armiyani saqlab turishga majbur qilmoqda. Isroil armiyasining yana bir o'ziga xos jihati bu har qanday turdagi harbiy mahsulotlarni mustaqil ishlab chiqarish imkonini beradigan, rivojlangan va deyarli mustaqil mudofaa sanoat majmuasiga ega bo'lishdir. Bugungi kunda Isroil mudofaa armiyasi dunyodagi eng jangovar salohiyatga ega armiyalardan biri sanaladi va shubhasiz Yaqin Sharqdagi eng kuchli armiya hisoblanadi.
Garchi xizmatda bo'lgan harbiy xizmatchilar soni nisbatan kam bo'lsa-da, taxminan 200 ming kishi Isroil armiyasi tarkibiga quruqlikdagi qo'shinlar, harbiy havo kuchlari va harbiy dengiz kuchlari kiradi. Bundan tashqari rasmiy e'lon qilinmasa-da, Isroilda dengiz va havo bazasiga ega yadro qurollari mavjudligi taxmin qilinadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda taxminan 100 ta yadro zaryadi mavjud. Isroilning harbiy byudjeti 20 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Quruqlikdagi qo'shinlar tarkibiga motopiyoda, tank, artilleriya qo'shinlari, maxsus kuchlar, chegara qo'riqlash kuchlari va ta'minot bo'linmalari kiradi. Ularning asosan o'zida ishlab chiqarilgan harbiy texnikasi mavjud bo'lib, bu texnika orasida 4000 ga yaqin Merkava tanklari, 8000 ga yaqin BTR va BMP, 2000 ga yaqin artilleriya qurilmalari, shu jumladan o'z-o'zini harakatlantiruvchi artilleriya, raketa tizimlari va minomyotlar mavjud. Bundan tashqari Isroilda Yerixon operativ taktik raketa majmualari mavjud, biroq ularning soni rasmiy ravishda oshkor qilinmaydi. Quruqlikdagi qo'shinlar tarkibida razvedka, dushman ortida axborot, urushni olib boruvchi yuqori tayyorgarlikka ega maxsus kuchlar ham mavjud. Ularning soni va tarkibi maxfiy saqlanadi. Quruqlikdagi faol harbiy xizmatchilar soni taxminan 152 ming kishini tashkil etadi. Isroil harbiy havo kuchlari tarkibiga jangovar samolyotlar, zarba beruvchi samolyotlar, armiyaga qarashli aviatsiya, yordamchi aviatsiya va havo hujumidan mudofaa qo'shinlari kiradi. Havo harbiy kuchlari ixtiyorida taxminan 380 ta zamonaviy Amerika ishlab chiqaruvchi jangovar samolyotlar mavjud. Bular F-16, F-15 kabi turli modifikatsiyadagi samolyotlar bo'lib, ularning ayrimlari Isroil harbiy sanoati ishtirokida modernizatsiya qilingan. Shuningdek, 20 ga yaqin yangi F-35 samolyotlari ham mavjud. Zaxirada shuningdek 100 ga yaqin eskirgan F-Tur samolyotlari va Isroilda ishlab chiqarilgan Kfir qiruvchilari mavjud. Shuningdek, taxminan 80 ta transport samolyoti, shu jumladan Amerika Boeing 707 va C-130H modellari mavjud. Isroil armiyasining aviatsiyasi amerikalik Apache va Cobra jangovar vertolyotlari bilan ta'minlangan bo'lib, ularning soni 140 dona atrofida. Shuningdek, turli vazifalarga mo'ljallangan transport va ko'p funksiyali vertolyotlar ham mavjud. Isroil harbiy havo kuchlari qurollanishida, shuningdek, razvedka va zarba beruvchi dronlar ham bor, xususan Heron, Hermes kabi modellar. Ularning soni aniq oshkor etilmaydi. Havo hujumlaridan mudofaa kuchlari ixtiyorida taxminan 500 ta raketa uchirish majmuasi mavjud bo'lib, ular uzoq, o'rta va qisqa masofali havo hujumlariga qarshi mudofaa va raketaga qarshi tizimlarni o'z ichiga oladi. Bu majmualar orasida Amerikada ishlab chiqarilgan Patriot tizimi, Isroilning o'zi ishlab chiqargan mashhur temir gumbaz tizimi bor. Bundan tashqari harbiy havo kuchlari tarkibida maxsus bo'linmalar mavjud bo'lib, ularning asosiy vazifalari razvedka olib borish va zarba aviatsiyalarini dushman obyektlariga yo'naltirishdan iborat. Isroil harbiy havo kuchlarining umumiy soni zaxirachilarsiz taxminan 36 ming nafar xodimni tashkil etadi. Isroilning harbiy dengiz kuchlari kichik hajmda bo'lsa-da, u 100 ga yaqin turli sinfdagi kemalardan iborat. Ularga quyidagilar kiradi: 5 ta suv osti kemasi, 3 ta korvet, 10 ta raketali kater, 400 ga yaqin qo'riqlovchi kater hamda turli yordamchi kemalar. Harbiy dengiz kuchlari tarkibida ham maxsus kuchlar bo'linmalari mavjud bo'lib, ular razvedka faoliyati va portlovchi moslamalarni joylashtirish va dushman kemalariga hujum kabi murakkab operatsiyalarni amalga oshiradi. Isroil harbiy dengiz kuchlari tarkibidagi harbiylar soni 10 ming kishidan oshmaydi. Isroil katta jangovar tajribaga ega. Chunki 1948-yildan to hozirgi kungacha 15 ga yaqin harbiy mojarolarda qatnashgan. Ayniqsa 20-asrdagi Arab-Isroil urushida Isroil ko'p hollarda o'zidan 2 baravar katta raqiblarga qarshi jang qilgan va g'alaba qozongan. 21-asrda Livanga qarshi harbiy kampaniyalarda Isroilning muvaffaqiyati har doim ham aniq bo'lmagan. Hozirda esa Isroil deyarli doimiy ravishda o'zining aviatsiyasi, raketa kuchlari va artilleriyasini ishga solib, Suriyadagi va Eron bilan bog'liq harbiy obyektlarga zarbalar bermoqda. Shunday qilib, ikki davlatning harbiy byudjetlari deyarli bir xil bo'lsa-da, Eron armiyasi son jihatdan Isroil armiyasidan 2 baravarga ko'proq. Biroq Isroil quruqlikdagi qo'shinlarning texnik jihozlashi Eronnikidan sifat va son jihatdan ustun, faqat artilleriyadan tashqari. Artilleriya bo'yicha esa Eron son jihatdan ustunlikka ega. Eron va Isroilning jangovar samolyotlari soni deyarli teng. Shunga qaramay, Isroil aviatsiyasi sifat jihatdan Eronnikidan ancha kuchli. Bu jihat jangovar va transport vertolyotlarida ham kuzatiladi. Ikkala davlat ham o'ziga xos razvedkaviy va zarba beruvchi dronlarga ega.
Biroq Eronning havo hujumidan mudofaa tizimi Isroilnikidan 3 baravar kuchliroq. Bu esa Isroilning havodagi ustunligini bartaraf etishga imkon beradi. Shuningdek, Eron dengizda ham ustunlikka ega. U Isroildan 6 baravar ko'p suvosti kemalariga ega. Shuningdek, korvet va fregat sinfidagi jangovar kemalar soni teng. Raketali katerlar soni bo'yicha Eron Isroilnikidan 2 baravar ko'proq kuchga ega. Eron uzoq masofali ballistik raketalarni ham ishlab chiqargan. Biroq ular oddiy jangovar kallakilar bilan jihozlangani uchun Isroil ustidan hal qiluvchi ustunlik bermaydi. Shu bilan birga Isroilning yadroviy qurollarga va ularni yetkazish vositalariga ega ekani taxmin qilinadi. Eron esa yadroviy qurol ustida ishlashni davom ettirmoqda. Haqiqatan olib qaraydigan bo'lsak, qaysi armiyaning kuchliroq ekanini faqat urush ko'rsatadi. Urush esa boshlanib bo'ldi. Do'stlar, video sizga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Qaysi davlat qudratliligini son jihatdan, harbiy jihatdan biz tahlil qilib oldik. Biz asosiy maqsadimiz urush bo'lmasligini tarafdorimiz, chunki urush bo'lsa juda ham katta narsalar bo'lib ketadi. Agar ikkala davlatni ajratmoqchi bo'lib yoki ularga yordam bermoqchi bo'lib katta davlatlar aralashadigan bo'lsa, Xudo ko'rsatmasin 3-jahon urushi ham boshlanishi mumkin. Agarda 3-jahon boshlansa, bu degani yadroviy bombalar ham ishlatiladi degani. Bu dunyoni yarmi yo'q bo'lib ketadi yoki yana insonlar tosh davriga qaytib ketadi. Video qiziq bo'ldi, like bosinglar, lekin obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, keyingi videoda agarda qiziqishlar ko'p bo'lsa, kommentariyada yozsalaring. Yadroviy bomba, yadroviy urush boshlanganda nima qilish kerak, nimalarga tayyor turishimiz kerak, shu haqida ham alohida video chiqaraman. Bu albatta sizlarning fikrlaringga qarab chiqadi. Qiziq bo'lgan bo'lsa, 4-etishma adashmasam, like bosib, obuna bo'lib, Eron bilan Isroil urushini bartaraf qilish uchun kommentariyada duo qilib qo'yinglar. Ikkala davlat urushi tezroq yakunlansin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Siz Xarizmatik kanalda bo'ldingiz. Men Jasur.